Joning sog' bo'lsin. Hormanglar, hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz va parrandish quvozlari. Mana fenikslarimiz vitamin D olib, quyosh nurida qorlardan keyin mazza qilib vitaminlarni olishyapti. Xiyoplarimiz ham mana katta bo'lib qolishdi. Xudo xolisa bularga bir haftadan keyin 2 oylik bo'ladi. Dam olib yotishni qaranglar bilan fenikslarni. Qo'zg'atgisi ham kelmaydi odamni bor, bir chiroylarni ko'rsatinglar. 3 ta xorozchamiz bor, 4 oylik, shular hammasi qichqirdi. Xudoga shukr. Qish hali oldinda sovuqlarni ko'rishdi. Katta bo'lishyapti mana. Barakasini bersin. Mana. Fenikslar bilan xiyoplarimiz 2 oylik bo'ladigan aytib o'tdim. Fenikslarimiz 4 oydan 3-4 kun, 5 kun o'tdi-da. Uchta xo'roz, 2 ta makonimiz bor. Shu qora noyob fenikslardan. Mana endi bir chiroyini ko'ringlar bilan. Odam turozgisi ham kelmayapti bilan. Mazza qilib vitamin D quyosh nuridan vitaminlarni to'yib mazza qilib yotishibdi. Mazza. Sovuqlardan keyin, qorlardan keyin yoqadi deb bilagan. Mana yosh makonchamiz Feniks. Hali tuxumga kirmadi bu. Hali yosh, xudo xolisa, mana fevral oxirlariga kirib qolish kerak. 4 oydan o'tish kerak-da bu. 5 oyga tuxumga kirish kerak o'zi bilan Fenikslar. Xiyoplarimiz ham shu ahvol, 5 oylikda o'sha tuxumga kirishni boshlashadi, xudo xolisa. Qo'zg'aldi bular, qo'zg'aldi. Bularni inidan chiqarib, birpas sayrga chiqardim-da. Ko'cha ko'rmagan u bular. Mabodo qiziqqanligi Feniks uzun dum parrandalarni uzun dumiga qiziqqanligi, chiroyiga qiziqqanligi bitta adashmasam xo'rozi sotiladi. Feniksni urug'likka Xudo xolasa shu bahor o'rtalariga biz ham Xudo xolasa jo'jalardan sotamiz. Ko'paytirib olaylik. Fenikslarimizni mana bu makonimiz tuxumga kirgan. Kelgandan beri men 2 ta tuxum oldim kecha va 2 kun, 3 kun oldin bitta tuxum oldim. Iste'molga ketadi. Hali yig'mayman bularni. Chunki bu xo'rozchalarimiz hali dumbulda. Urug'lanish pas bo'ladi hozircha. Fevral oxirlariga yig'ishni boshlasa, xudo xolisa tuxumlarni. Ikkinchi makonimiz ham tuxumga kirib qoladi ungacha. Mazza qilib yotishibdi. Shuni qaranglar. Mana to'polonchilar. Hammasi bir joyga tiqilib olishgan. Qafasini yopib qo'yganman deb birpas aylansin deb. Yoshlarimiz
Qishi bilan bularga vitaminli suvlarni galma-gal berib, shu yemi bilan start bilan ro'st aralashgan, ayniqsa haqiyatlarga hozir hammaligi birga ovqatlanishyapti. Bir xil ovqat smisam, droblёnniy smisam ajratib aralashtirib beryapman. Kattalar bor-da bular. Shuning uchun droblёnniylardan qilib beryapman. Aralashtirib startga. Joning sog' bo'lsin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib olinglar. Alloh xolasa bu jo'jalarimizni tuxumlaridan olib jo'jalarini ochtiramiz hali. Shu haqida ham videolar tayyorlaymiz. Bu yoq xudo xolasa bahor. Keyingi videolarimiz bundan qiziq bo'ladi. Sog' omon bo'linglar.